2 oy oldingi rentgen hola. Ha. Men yerda to'siq hisobiga buyrakka ikkalasiga ham CD qaytib chiqib ketgan. Mana ko'rinib turibdi unga doktor bo'lishingiz shart emas. O'tgan safar Biz aytib pardani tushuntirdik. kesdik. Mana hozirgisi umuman tepaga CD qaytib chiqqan yo'q. Ana. Lekin o'sha parda qisman borga o'xshaydi rentgenda. Lekin tepaga CD qaytib chiqish to'xtagan. To'xtagan, yashang. O'sha mana rentgenda Toshkentda ustozim bor. Rahmatulloh Akmal Abadbek ishlagan. Yozib qo'yibman historiyaga ham. O'sha bilan gaplashganimda xuddi shu gapni aytganlar ular. Aytgandilar. Endi sizni chap buyragingizda dimlanishi bor. Chap buyragida. Mana unda ham yaxshi ko'ringan, mana kattada, mana ko'ryapsizmi? Mana bunaqa bo'lish kerak. Endi bunga ham shoshmay turish kerak xola. 2 oydan keyin kelasiz, mana rentgenda yana bitta ko'ramiz. Ko'ramizdik, ha. Agar bu rentgenda buyrakdagi dimlanishlar ketgan bo'lsa, hech qanaqa operatsiya bo'lmaydi bo'ladi. Bo'lmaydi, ha. Mabodo bu dimlanishlar turgan bo'lsa, faqat bitta buyrakda o'zi bo'ladi. Bo'ladi. Qovog'ingizda ish tugadi deyarli. Deyarli, ha. Xudo xolasa. Xudo xolasa, tan joningiz sog' bo'lsin. Bu buyrakda ham ish yo'q. Faqat mana shu buyrakda dimlanish hisobiga 2 oydan keyin kelasiz. Shunaqa rentgenga tushiladi, o'shanda hal bo'ladi. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingiz ulug' bo'lsin, martabangiz baland bo'lsin. Alloh qo'lingiz to'la halol davlat bo'lsin, taningiz sahat bo'lsin. Bizdaqa bemorlarni ko'pini tuzatib, sog' salomat bo'lib yuravering, ish qilib bizdaqalarni baxtiga tani joningiz sog' bo'lsin. Sog' salomat bo'ling. Bu qo'rqdi muammosi juda qiyin muammoda xola. Men o'zim bitta kallam bilan adashib qo'ymaydi, o'sha ustozlarim bilan gaplashaman. Buyrakda unchalik muhim emas, qiyin emas demoqchiman. Biz uchun qiyin emas, lekin qo'q, muskulli a'zo bo'lgani uchun uni bir kesib qo'ysangiz, o'zini joyiga qaytib kelish juda qiyin bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Buyrakning yo'li muskulli emas u. Unda qo'rqmasdan chiqsangiz bo'ladi. O'shaning uchun qo'qda operatsiyasiga shoshmay qilish kerak. Endi bolalarda bu qo'q shakllanishi 1-1,5 yoshgacha davom etadi-da. O'shani hisobiga ba'zi bir kasalliklar operatsiyasi yaxshi bo'lib ketadi. Faqat ozgina yordam berib turish kerak. Klapini bo'lsa kesib tashlab, kateter qo'yib tursa, tuzatib, yashang, rahmat.